Assalomu alaykum, xayrli kech. Hozir 21-asrda uyda o'tirgan holda ishlab, daromad qilib, o'zingizni orzularingizga yetishish imkoniyatlari borda. Bu uchun faqat telefoningiz va 2 soat vaqtingiz bo'lsa, telefoningiz internetga ulangan bo'lsa, aqlingizni kamgina ishlatsangiz, shu internetdan bemalol halol litsenziyalangan qonuniy loyihada, proyektda ishlab daromad qilish mumkin-da. Hozirgi kunda 58 ta davlatdan, xalqaro kompaniyaligi uchun 58 ta davlatdan insonlar ishlashib, bir-birini mana shu moddiy muammolarini hal qilib, xalqaro kasb bo'lib ishlashib kelishyapti-da. Bitta inson qilgan ishni hamma qila oladi-da, faqat unda желание, harakat va xohish bo'lishi kerak va kamgina aql bo'lishi kerak. Shu ko'pchilik qilgan ishni siz qila olmaysizmi? Keling, profilimda silkam bor, o'ting. Hammasini men o'zim o'rgataman. Men qatori shu internetda uyda o'tirgan holda daromad qiling.